Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Men Esma İslam. Men hazır sizlerge vatan hakkındaki makalemni okup vermekçiyim. Vatan insanlarına hazırlık üstüne yaşavatkan geçmişinin açık ve tatlı günleridir. Bir toprak partisinin vatan buluşu asan emas. Asırlarca kılıngan, onun için şehitler verilip kan bilen juğurulgan toprak, ana o vatandır. Onun için can verilgen ve üstüde bir medeniyet kurulan yer ana o vatandır. Atalarımız vatanına bir miskal tupsi, bir ser altınla beraberdir deptiken. Yani biz bu vatanına bir çimdim tupsunu mu kadirleş lazımlıkını bildirirdi. Atalarımız dünyanın en güzel ve bereketli topraklarını vatan kılıp dallap bizge emanet kılgandır. Atalarımız şehitlerinin kanları ve canları pahasıda bu cennet vatanını kudap kelgendir. Biz mi ularga avuştaş bu cennet vatanımızı Xitaylardan koldan ilip edişimiz gerek. Vatan sevgisi. Vatan sevgisi fakat vatan sevgisi bilen yaşaş diyen gap emas. Vatan sevgisi, vatandaki qarindoshlarimizni her vaqt eslash ve dualarımızda hergiz tashlab qo'ymasak. Biz bu vatandan kelib ketadigan bir emas. Muqim bir uy sahibi desakmi, uyimizda qanday xatarliklardan qo'rqadigan bo'lsak, vatanimizni dushmanlardan qo'g'dash vazifamizdir. En qisqasi bo'lsa, vatanimizni jon pidosida qo'g'daylik. İnşallah biz mi bir günü bu cennet vatanimizni qo'limizga erishishni Alloh nasib qilar. Agar shu günler bizga nasib bo'lsa, o'ylab baqaylik, vatan uchun biz nima ish qilib beraraymiz? Ana shu günler uchun hozirdan boshlab o'zimizni taraqqiy qildirishimiz va yaxshi qurollantirishimiz kerak. Qani qarindoshlar, hozirdan boshlab o'zimizni taraqqiy qildirishga atlanaylik. Biz turanda Esma İslam kısmımızdaki vatan hakkında degan bu yalqınlık nutqini anglab chiqdik. En avval bu Esma singlimizninki kiyinishi shunday chiroyli o'zimizniki milliy xos kiyimlarimiz ketdi, tanavay ko'ylaklarni. Undan keyin bu sahnaga kirish intayin yaxshi, nutq kirish intayin yaxshi. Salom qilishda nutq boshlashi intayin yaxshi. Shundoq jonliq, ruhliq, titik, erkin azadi bir kayfiyatda başına axir bu nutqni so'zlabdi. Aslida ta'sirchanlik ega bo'lgan vatan haqidagi bu nutqini o'ziniki qo'l harakatlari, beden hissiyoti, chiroy ifodasi orqali o'ziniki ichidan qaynab turgan bir hissiyotini o'zining bu beden tili orqali, chiroy ifodasi orqali, qo'l harakatlari orqali taxim ta'sirchanlik ega holda so'zlabdi. Tabriklayman. Ba'zida ozroq bir shivlar aralashib qolibdi. Talaffuz jihatdan ölçemli to'g'ri talaffuz chiqmagan bo'lsa-mu, ba'zi harflarda, ba'zi so'zlarda, lekin bu umumiy nutqning kayfiyatiga ta'sir yetkazmagan. Bo'lsa mushtarafini tuzib olsa, taxim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Lekin shunday erkin, jonliq, dadil, titik, nayt ruhliq hem hissiyotchan, ichidan qaynab turgan bir holat so'zlabdi. Tabriklayman.